Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men O'shalisa do'stlar. Bugungi videomizda sizlar bilan yana o'sha survival qilamiz. Ya'ni выживание bugungi hozir qilamiz. Ya'ni mana buni yaxshilab qotiramiz. Qo'limda narsadan ko'rayotgan bo'lsanglarki, hozir uchun bizga tapor, ya'ni tapor sotib oldim. Ha, o'zlaring bilasizlar, mana tapor sotib oldim. Bugungi video hamma o'sha bo'ladi. Tak, qo'yamiz. Endi buni asta yaxshi. Endi buni bosamiz. Tak, mana faqat shu manerchasini bosib qo'ysak ana. Mana ko'ryapsizlarmi do'stlar, mana bu yeri yopishib turishi kerak. Mana bunaqa joyi o'shani yopishtiramiz. Tak, mana bu yerlarni qilsak. Bo'ldi. Tak, endi buni mana qasqulangan bo'lishi kerak. Tak. Va bo'ldi do'stlar, va nihoyat men tugatdim. Endi tashqariga chiqib uni qilsak ham bo'ladi, sizlarga ko'rsatsam bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Va nihoyat do'stlar, bugungi video sizlar bilan 5-qismni maktab seriyasi, ya'ni 5-qism bo'ladi. Unda hozir ketamiz. Bugun faqat matematika bor, bo'ldi xolos. Ham jismoniy tarbiya bor. Xo'p, unda ketdik. Ikkitagina nonni olamiz va maktabga ketamiz. Xayriyat, buni bitirib bo'ldim. Oy, ketdi hozir, to'xtanglar mana. Bo'lay. Ketdik. Unda. Tak, xo'p, keldik va nihoyat. Kepmiz. Assalomu alaykum ustoz, yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom, qanday sanaysan? Yaxshimisan? O'zing yaxshi dam olding? Ha, yaxshi ustoz, o'tiraverib. Ha, o'tiraver. Birinchi kunda matematikamizni olamiz. Hamma bugun chiroyli bo'lib kelgan. Mana. Xo'p. Biz hech qanaqa anonga qatnashmaymiz. Hozir mayli yozamiz endi. 29-sentyabr. Sinf ishi. Mavzu u sinfimizdagi takrorlash, ya'ni ta'tildan avvalgi takrorlash. Birinchi misol, bugun bittagina o'tamiz va 123 qo'shilgan 123 teng. Hop. 2 tur oldi. Uyga vazifa. Bu esa 321 plus 321 teng. Hop. Mayli. Mana ustoz. Молодец. 5. Bor joyingga o'tir. Mana. Tak, mana va nihoyat matematikam tugadi. Endi ovqatlanamiz. Mayli.
Voy, mazza. Mayli. Ustoz, darbiga chiqarilingmi? Ha, chiqaverlasan. Boshqalar tayyormi? Bo'ldimi? Yo'q, ustoz, bo'lmadik. Undan chiqmayapsizlar. Yesa o'zing chiqaver, xo'p? Xo'p, ustoz, mayli. Bo'pti. Yes. Va yana ana qo'yishdi. Endi mazza qilib o'ynaymiz. Ura! Endi buni ustiga chiqib buni tushmadi. Mayli. Deb yavash. Yo'q. Bugun mazza qilib yugurmaymiz, mazza qilib o'ynaymiz. Tak deb. Javob baland. Mashara olsa bo'lmasmikan? Yoki bo'ladi-yu. O'tib ko'ray. Yep. Birdan ham tushirolmayapman. Bunda qanday qilib ko'ramiz? Yana shunday qilib ko'raylik-chi. 1, 2, 3. Voy, sal qoldi. Ozginagina qoldi. Baba. Mana shu yerdan turib ketdi. Yes! Va nihoyat do'stlar, ana turibdi, tushirdim, ko'ryapsizlarmi? Va men uni endi olaman. Yes! Ura, menda 1 ball. Bugun jismoniy tarbiyadan 5 oldim. Faqat voy. Yetmayapti mana shu yerdan turib qilishga. Salgina oldim. Mayli. Endi qilib ko'ramiz. Tak, baba. Buni mayli. Nimagadir otolmayapman. Voy! Shunday nima manierdan turib otolamanmi? Qani qilib ko'raylik. Buning uchun mana bu yoqqa blok qo'yish kerak ekan. Mayli, endi nima qilamiz? Albatta yana o'ynaymiz. Chunki ancha bo'ldi o'ynamaganimizga. Afsus. Mayli. Lekin bitta 5 oldim. Mazza qilib o'ynadim-da o'zim. Do'stlar, agar men bilan o'ynamoqchi bo'lsalar ham albatta menga kommentariy yozing. Lekin qiyin uni qilish. Lisa, nimani gapiryapsan o'zing? Yomonga gapiryapsan. Yo'q, ustoz, hech kimga deb qo'yaman, do'stlar, xafa bo'lmaysizlar. Hech kimga, ustoz. Mayli, ketaman o'zi. Darsim tugadi. Xayr, ustoz. Ura! Aytgancha so'rab ko'ring. Ustoz, ertaga qayergadir boramiz deysizmi? Ana telefonga yozib beribsiz. Ertaga bormakka bo'ldik. Bo'ldi, anamga basseynga bormoqchi edik, bo'ldi, bormaymiz. Sirkka bormoqchi edik, bo'ldi, bormaymiz endi. Xo'p, ustoz. Do'stlar, endi uyga tak va nihoyat keldik. Avtobusda buf qo'limni qiladi. O'sha to'xtasa chabi ochiq bo'laveradi. Mayli, do'stlar, endi uyga kiramiz. Aytgancha do'stlar, sizlarga bitta narsani ko'rsatib qo'yaman do'stlar.
mana bu joy yo'q bo'ldi va nihoyat chunki yig'ishtirib tashildi. Politsiya deb ustalarni chaqirtirdim. Keyin politsiyani chaqirtirdim. Bitta odam qildiribdi-da, mana shu yerdan nimadir qildiribdi. Shuning uchun bo'ldi. Endi kompyuterda birpas o'ynamayman, sizlar bilan xayrlashaman do'stlar. Sizlar bilan lisa bo'ldi do'stlar. Hammaga xayr. Sizlar bilan albatta yana bir bor lisa bo'ladi. Video ko'rganingiz uchun rahmat. Hammaga xayr. Omad do'stlar.